televizorda izleme için kanalımıza mutlak abone olun. Cinemedia. Nimaga ovqatlarni yemadingiz? Bir o'zing bo'lganingdan keyin ovqatim o'tmasa kerak. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz, dada. Buni bilasan-ku, zeriksa shunaqa qitmirlik qiladi. Alamimni olaman baribir. Qo'lingdan kelganini qil, turqi sovuq. Nodir opani muhokama qilishni bilasizlar. Sen nega meni qizimga qiziqib qolding? Endi qizing sendan tarbiyani o'rganadimi deyman-da. Uni men emas, davlat tarbiyalayapti. Nechta odamga kasalingiz yuqtirib kelyapsiz? Meni kim deb o'ylayapsiz? Militsiyaga xabar beraman deb turgandim. Menga shu kasallikni yuqtirgan insondan o'chimni olib keldim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. O'ylab ko'rsam, senga nohaqlik qilgan ekanman. Shuncha yil xizmatimni qilding. Ikkita o'g'il menga tug'ib berding. Bormigam, yo'g'imgam ko'nding. Shuning uchun ham mana shu uy seniki. Mendan nimaki olgan bo'lsang, hammasi o'zingga, senga. Hech nima uchun da'vo qilmayman. Bilaman, ana bu nasokat bilan tiling bir. Mendan olgan narslaringni hammasini meni aldab olgansanlar. Lekin tergovda men uni o'zim berganman deb turib olaman. Sen uchun, sen qo'rqma. Qamalmaysan, qo'rqma. Rost aytyapsizmi? Rost. Lekin sen ham menga nisbatan nohaqlik qilding. Qariyalar uyga olib borib qo'yding. Ko'p bora jonimga qasd qilding. Mayli, bularni hammasini kechirdim. Bilaman, tushunaman. Alam ustida qilgansan. O'rtamizda nima bo'lgan bo'lsa, bo'lib o'tdi. Ularning hammasini endi sen ham men ham unutaylik. Olgan narslaringga hammasiga roziman. Sen mehnatlaringning haqqini olding. Meni kechirsang bo'ldi. Xo'p. Nazokatdan keyin ancha o'zgaribsiz. Seni ayyor dugonang meni boshim bir urib qo'ydi. Ko'zimni moshday ochib qo'ydi. Sizga shunaqa ayol kerak edi. Bo'lmasam haliyam kibrda yurgan bo'lardingiz. Bo'ldi, uni eslatmagin. Seni ham aybing bor. O'sha yaramasi. Sen menga ro'para qilding. Aslida men to'g'ri ish qilganman. Nazokatga sizni ro'baro qilmaganimda haliyam ko'zingiz ochilmagan bo'lardi.
judayam tez harakat qilarkansiz. Qo'lim yugurdayroq. Nafaqat yugurdak, balki qattiq ham ekan. Javob berishingni kutgandim. Qoyil. Bergim keldi. Lekin o'zim ushlab turdim. Men o'zimni bunaqa bosa olmasdim. Sinab ko'ramizmi? Tarsaki bilanmi? Balki. Ur. Chuqur nafas olamiz. O'zimizni qo'lga olamiz. O'tir. O'tir. Aytdim-ku. Agressiyani yengish mumkin. Bu birinchi dars. O'zi, agressiyani yengishning nima keragi bor? Urib maza qilib xumordan chiqsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Tarbiyasiz ayollar shunday qilishadi. Boy odamlar tarbiyali, o'zini bosib olgan ayollarga qaraydi. Unaqa erkaklarning yonida odam o'zini o'ta madaniyatli tutishi kerak. Masalan, o'sha boy odamning xotini kelib, ustingdan xuddi menga o'xshab suv sepib yubordi. Nimaga meni erimni yo'ldan urding desa, sochiga yopishasanmi? Yo'q. O'zingga kelib, unga xotirjam javob berishing kerak. Aslida hayotda ovchilar kalta yeyishga, kamsitilishga tayyor turishadi. Agarda shu yo'lni tanlasanglar, shu taktika juda qulay. Birinchi dars o'tildi. Ha, o'zingiz yasan qilib qayoqlarga ketyapsiz? Oy, sinfdoshlarim hali qiz chiqargan, hali o'g'il uylantirgan to'yga opa, to'yga. To'y yuradigan bo'lib qoldingiz-a? Kecha ham yasanib ketyapti-siz. Mayli, to'y yaxshi. Azaga borgandan ko'ra to'yga borgan yaxshi. Bir uydan xabar olingchi. Uxlab yotibdi. Men ham Yandex chaqiruvdim, bo'pti opa. Bo'pti, mayli. Mayli, xo'p. Boshimga balo bo'ldi. Mayli, xo'p. Mayli, xo'p. Kelganingizdan keyin chiqasiz, xabar bering-a. Bo'pti, chiqaman. Voy. Opa. Voy, Xosiyat opa. Voy, ehtiyot bo'lmaysizmi? Keling opa, yordam beraman. Voy. Turing. Men bu qo'l ishlamaydi-da. Ehtiyot bo'ling opa. Kuchingiz yetmaydi. Voy, yetadi opa, yetadi. Turing. Aslida sizni ko'zingiz tegdi. Ko'zingiz bor ekan. Meni ko'zim nimaga tegadi opa? Qani turing, bo'ling. Kuchingiz yetamikan? Voy, yetadi opa, yetadi. Ehtiyot bo'ling. Qani oldik. Voy. Voy, tavba opa, muncha og'irsiz. Voy, pomidorlarim qolib ketdi. Voy, pomidorlaringiz o'ylaganingiz-chi, o'zingiz o'ylang opa. Voy. Ana ularni yig'ib bering. Ay, tavba. Val bo'lmasa. Bolalar olib chiqib beradi opa. Voy, og'zingizni bosingchi. Yurolmayman. Ha, bo'ldi. Yuring. Voy. Ehtiyot bo'ling. Qani,
Mana shu. Voy! Bo'ldi. O, setkam. Havollab chiqadi, yuring opa. Oy, qolib ketadi ya. Oy. Voy, tavba. Oy. Oy. Oh. Yana qozon qichoqlab oldingizmi, opa? Kelinim homilador. Ko'rib tursan. Men ovqatlarimga boshqorong'i bo'lib qopti. Ko'rsang, ovqatlarini maqtab yeydi. Biram xursand bo'lib ketaman. Maqtiydi-da tayyor ovqat qilib berganingizdan keyin. Qo'lingiz shirin bo'lsa, yana uyga kirib olib yotibdimi? Opa, taltaytirmang, yana boshingizga chiqib oladi. Qo'y endi. Voy xudoyim-ey. Nuqul kep aql o'rgatasan-a? Unaqa qilmang, opa, bunaqa qilmang. Tinmay qayt qilyapti. Endi esonaman bolasini bag'riga bosib olsin-chi. Ha, endi o'zingiz bilasiz. Men ogohlantirdim xolos. Agar qiz tug'sa, ismini Maftuna qo'yamiz. O'lgan keliningizni ismini nevarangizga qo'yasizmi? Nima qilibdi? Maftunani juda yaxshi ko'rardim. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. O'z qizimdek bo'lib qolgan edi. Maftunaning nomi o'chib ketishi kerak emas. O'zi biz uni hech qachon unutmadik ham. U har doim qalbimizda, duolarimizda. U biz bilan yashaydi. Rostdan Maftuna eslashga loyiq kelin edi. Oxirat obod bo'lsin. Aytganing kelsin. Oyi, больницаga olib boraylik. Bormayman больницanga. Tinchgina ko'rsatganimiz yaxshi-ku. Yo'q, yaxshi bo'lib qolaman. Qadir. Hozir oyi kelaman. O'zi nima bo'ldi? Ko'rmayapsanmi oyolarni? Endi nima qilamiz? Больницаga olib boraylik desam, yo'q deyaptilar. Gips qilmasak bo'lmaydi. Oyoqlarini ko'rding-ku. Xo'p, Xo'p, undan keyin kim qaraydi? Kim bo'lardi sen? Nega menga bunday qarayapsan? Bilmadim. Men qaramayman. Bu nima deganing? Bugun dadamdan borib xabar olib kelsam maylimi? O'zi kechagina borib kelding-ku? Oling. Endi osh-ovqatlarni qilib, kirlarni yuvib kelaman-da. Mayli, bora qol. Lekin tezroq uyga qaytib kel. Ha, menga video tashlab turish ishingdan chiqmasin. Jo'nataman, xavotir olmang. Bugun kechroq kelishim mumkin. Ishlarim ozgina ko'proq edi. Mayli bo'lmasa, men ketdim. Telefonlashib turamiz. Xo'p, hozir. Ana. Mayli, yaxshi o'tiring. Xo'p. Yaxshi borib keling. Telefon qilib turgin-a? Xo'p. Mashaqasiga tushdim, deb bashiya tomon bilan. Qattim og'riyaptimi? Bo'lmas, bunisi. Ay, tema. Ko'rsatib kelaylik, oyi. Keyinroq yotib qolamanmi? Tinchgina ko'rsatmasak, yotib qolaman qo'ysangchi. Kim qaraydi menga? Ha, bizga qaraymiz, kim qaraydi yana? Lena bor, ikkalamiz qaraymiz. Voy.
Xotinning o'ziga bitta odam kerak-ku. Menga qarab. O'zim qarayman, oyi. Tanjoning sog' bo'lsin. Akangdan foyda bo'lmadi. Tanjoning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin, bolam. Menga sog'lig'ingiz kerak. Ha, bolam. Yotib qolsam xor bo'laman deb o'yladim. Unaqa demang, oyi. Mashina chaqiraman, borib kelamiz. Yo'q, bormayman. Yig'lamang, oyi. Tanjoning sog' bo'lsin, bolam. Borasiz? Yotib qolmaslik uchun ham boraman. Yuring. Nasirbay, yaxshi bo'ldi-da kelganimiz. Nega unaqa deyapsiz? Yuragimda turgan tosh ko'chgandek bo'ldi. Yengil tortdim, yengil. Shunaqa. Siz odamlarni kechirsangiz, ular qilgan yomonliklarni unutasiz. Qalbingiz ham orom topadi. Gina, qudrat, alamni kechira olmaslik qalbda toshdek qotib qoladi. Yuragingizga og'ir botib, yuragingizni og'ritadi. Hozir o'sha katta xarsang toshlarni uloqtirgandek bo'ldingiz. O'zi boya rostini aytsam, oyog'im tortmay keluvdim. Endi xursandman. Kelin bilan ochiqchasiga gaplashib olganingiz yaxshi bo'ldi, boy. Uyini ham chiroyli qilib berdingiz. O'rtada umuman gina qolmadi. Bir-biringlardan rozi bo'ldilaring. Bandalar bir-biridan rozi bo'lsa, Alloh ham ulardan rozi bo'ladi. Buni o'qib oling, boy. Nasirbay, men ham sizdan roziman. Mendan men roziman. Ha. Aka ukam qilmagan yaxshilikni qilib yuribsiz. Baraka toping. Rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling, boy. Bu ro'yxatda yana kimlar bor? Yana kimlardan kechirim so'ramoqchisiz? Bo'l, hech kim qolmadi. Bir yaxshilab o'ylab ko'ring, balkim chiqib qolar. Bu nazokatdan so'ramaysizmi? Yo'q. Bo'ldi-da, endi-da. Asabimga o'ynamang. Jahongir bor, olib kel mashinani. Xo'p bo'ladi. Balki yana ham o'ynab ko'rarsiz. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Bo'ldi endi de. Bitta hamdasi esidan chiqib qolgan bo'lishi mumkin-ku. O'zingiz ham yengil tortdingiz. Yaxshi bo'ldi, boy. Qani. Ketdik. Yuring. Oyi, eshitdingizmi? Hali ham ishongim kelmayapti. Xuddi tush ko'rayotganga o'xshayman, bolam. Voy, hech o'zimga ishonmayapman, ha? Eshitgan gaplarim rostmikan? Oyi, menchi? Men ham hech ishona olmayapman. Tavba, bu odamga nima bo'ldi ekan? Bolam, menimcha og'ir kasal bo'lsa kerak. Odam o'lishidan oldin hammadan kechirim so'raydi deyishardi. Balkim anavi kasalligi og'irlashib oxiratni o'ylab qolgandir. Balkim. Yo'q. O'ladigan siyohi yo'q. Ja, g'alati. Bolam, nimanidir o'ylab qo'ymadimikin yana? Lekin yonidagi odam juda ma'nili odam ekan. Yaxshi odamga yondirsang, shunaqa aqlli bo'lib qoladi. Yomonga yondirsang, xato qilar ekan odam. Oyi, menimcha o'sha do'sti gapirgan bo'lsa kerak. Balki. Mayli. Uyni halollab oldingmi? Endi men hech nimadan qo'rqmayman. Bugun tinch uxlaymiz.
Iloyo, aytganing kelsin bolam. Oyi, sizni bir bag'rimga bossam maylimi? Voy oyginang o'rgisi. Jonim bolam, ey. Shukrlarga yetganiga shukr. Kutilmagan baxt deb shuni aytsa kerak. Tashlab ketgan ovqatlarimni birortasini ham yemaganlar. Loqal ochib ham ko'rmaganlar. Nega unaqa qilyaptilar? Hayronman. Dada, dada. Nimaga ovqatlarni yemadingiz? Bir o'zing bo'lganingdan keyin ovqat ham o'tmas ekan. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz, dada. Qizim, men umrimni yashab bo'ldim. Hozir sog'manmi? Bir nechta kasalim bor. Dada, unaqa demang. Ey qizim, onang vaqti ketib qoldi. Uni yo'qligi mana endi bilinyapti. Yoshlik paytimda bilmagan ekanman. Mana endi qadr o'tyapti. Dada, siqilmang. Qon bosimingiz oshib ketadi. Otam rahmatli onamga doim bir gapni aytardilar. Men birinchi ketaman, sen ortimda qolgin derdilar. Dadam nega bunaqa derdilar derdim. Hayron bo'lardim. Ayol ersiz qolsa o'zini bollarni bag'riga urib, eplab yuraverar ekan. Erkak kishiga chidab bo'lmas azob ekan. Yoshligingda sog'lom, yelib, yugurib, o'ynab, kulib umring o'taverar ekan. Ammo qaraganingda yoningda fikrdoshing, hamrohing bo'lish kerak ekan. Hech bo'lmasa kechasi sovuq qotganingda ustingga ko'rpangni yopib qo'yadigan mehriboning bo'lish kerak ekan. Shuning uchun qo'sha qaringlar deb duo qilishar ekan. Bu duolarning ma'nosini mana 70 ga kirib tushundim, qizim. Qo'sha qarish hammaga ham nasib qilavermas ekan. O'z jufti halolini qadrlagan, qadriga yetgangina bu baxtga erishar ekan. Men esa seni oyingni ayamaganman, qizim. U meni deb ko'p siqildi. Dard tortdi. Mana endi jazoimni olay o'tiribman. Xotinni o'g'li tutyapti, qizim. Dada, qo'ying, siqilmang.
Opa, bo'g'imlaringizni bossam og'riq bormi? Qarichilik og'riydi-da. Ko'p bosurmay og'riyapti. Xo'p. Hozir. Anu og'riq qoldirgan dorilarim bor. O'shalardan surib turardim. Siz nimaga tekshiruvlardan o'tmagansiz? Nimaga tekshiruvdan o'tishim kerak? Tinch soppa yuruvdim. Hozirgi doktorlar pul shilishni biladi mana. Unaqa emas, xola hammasi ham. Qanaqa bo'lmasa? O'zi bittagina bolam boqsa, bittasi ayoda, chet elda yuribdimi, xatda yuribdi. Bir tiyin pul jo'natmaydi menga. Hammasiga shu balogardan. Shu qiladi hammasini. Mayli, asabiylashmang opa. Hozir gips qilib qo'yamiz. Lekin muammo boshqa narsada. Nimada? Gips bilan tuzalib keta olmaysiz. Voy! Sizda suyak yemirilishi boshlangan. O yana yiqilsangiz, suyak ichkaridan parchalanib ketadi. Voy bolam. Davolanmasangiz yurolmay qolishingiz mumkin. Yoki qimirlamay yotishingizga to'g'ri keladi. Voy bolam. Nimaga yurolmayman? Xavotir olmang. Davolasa bo'ladi, o'zingiz bosing. Oyi, bo'ldi, davolaymiz. O'zingiz bosing. Puling ketadi, bolam. Tuzalib ketadi-yu, doktor? Tuzaladi. Tuzalamanmi? Tuzalasiz. Hozir gips qilib qo'yamiz, keyin siz qimirlamasdan uyda yotasiz. Tekinga qilasizlarmi gipsni? Oyi. Ha, tekinga. Pul ketadi hammasiga. O'ylamang pulni. Dada, meni kechiring. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Nega kechirim so'rayapsan? Sizni tashlab ketganim uchun. Nima bo'lganda-ham sizni yolg'iz qoldirmasligim kerak edi. Men juda ham yomon farzandman. Unday emas qizim. Sen oilangni tanlab yaxshi qilding. Vijdonim qiynalyapti. Vijdoning qiynalmasin qizim. Sen meni yana bir xato qilishdan saqlab qolding. Sal qolsa seni saytga uzatib yana bir katta xatoni qilgan bo'lardim. Dada, Afzal akam Sodiqboy xotinini qo'lga tushishga yordam berdilar. Yo'q. Ichki ishlarga ham xabar berib, hammani oyoqqa turg'izgan kuyovingiz bo'ladilar. Baraka topsin. Kuyovim o'zi yomon bola emas. O'rtamizda tushunmovchiliklar bo'ldi-da. Dada, kuyovingiz bilan yarashmasangiz bo'lardi. Yaqinda 3-nabirasi tug'iladi. Balki shunda yarashib olarsiz. Balkim. Qizim, shu mavzuda hozir gaplashmaganimiz ma'qul. Men avval o'zimni kechirishim kerak. Qalbimda yig'ilib yotgan og'riqlar ko'p. Mayli dada, xo'p. Sizga bugun nima ovqat qilib beray?
Farqi yo'q. Nima pishirib bersang yeyveraman. Faqat sharti birga o'tirib ovqatlansak bo'ldi. Yonimda kimdir bo'lmasa, ovqatam o'tmayapti. Dadajonim, o'zimmi? Siz yaxshi ko'radigan dimlama qilib beraman. Mayli. Harakatda boshladim. Ketdim. Nima qilyapsan endi? Mana shu oydan boshlab foydaga kirdik. Atigi bir oygina foydaga kirib, xursand bo'lib o'tiribsanmi? Xursand bo'laman-da. Qo'lingdan ish kelmaydi, eplolmaysan deganingiz esizdami? Ha, esimda. Biznesdagi muvaffaqiyat yillar o'tib bilinadi. Keyingi oy gaplashamiz sen bilan. Biram ichingiz qo'ray. Yaxshi niyat qiling. Mana brendim tanildi. Instagramdan rosa buyurtma qilishyapti. Singlim baraka topsin. Ana o'sha Instagramdagi targetga pulini kim to'layapti? Voy. Minachi, siz endi bu oydan o'zim to'layman. Mayli. Targetingni puli tugasa, sen bilan keyin gaplashaman. Shu men bankrot bo'lsam, siz xursand bo'lsangiz-a? Yo'q. Nega unaqa deysan? Bankrot bo'lsang, men ham ziyonga kiraman-ku. Meni pulim kuyadi-yu. Hech bo'lmasa, bir og'iz tabriklab qo'ying. Tabriklayman. Sayohatga olib chiqib kelganim yetsa kerak-a? Voy, turgan bitganingiz minnat-a. Hali ishingiz tushadi-yu. Sohi, pul berib tur deysiz-ku. O'shanda gaplashamiz. Ilohim o'sha kunlar kelmasin-da. Men ham pul berganimda-chi, yaxshilab minnat qilib beraman. Odam degani-chi, bundoq tan olishni ham bilish kerak. Instagramda ko'ryapsizmi? Hamma blogerlarning erlari katta-katta narsa sovg'a qilishyapti. Ularni qiladigan ishi PR. Soxta munosabatni nima qilasan? Qara, hammasini qaragin, ajrashib yotibdi. Siz ham kuzatasizmi ularni? Kuzatmayman, o'zi chiqib qoladi-yu. Dunyo seni tog'ang emas yoki amakivachchang emas. Bu dunyoda g'am olguvchi otay, olay, olay. Otam desam o'zim to'lgan, voy otam, voy otam. Keling. Voy otam, voy otam. Voy, to'xta. O'zim tushaman. Qoch. Ehtiyot qiling. Qoch. Senlarga zor bo'lmayman. Bu dunyo emas. Yo, akam emas. Voy, otam qaraydi. Bosaymi? Bosaman. Hozir yota olmayman. Nimani ko'ryapsiz, boy? Uyalmaysizmi shu yoshingizda? Qarayotgan narsangizni qarang. Nima qilibdi? Undan ko'ra mana bu kitobni o'qing. Mana shundan foyda. Ishingiz bo'lmasa menga bering. Olmaysiz. Kitob o'qiymiz o'rniga. O'qimayman kitob. Yoshligimda kitob o'qishni yomon ko'rganman. Hozir ham yoqmaydi. Uyati boy. Sochingiz oqarib ketgan bo'lsa, yuzingiz ajin bosib ketgan. Sal ma'nili ish qilsangiz-chi. Men kitob o'qimayman. Men hayot maktabini o'qib bo'lganman. Tavba qildim-ey. Xudochi, meni o'qituvchimga o'xshaysiz-ey. 30 yil o'qituvchilik qildim. Nima qilay, o'rganib qolganman shunga. Yaxshi. Nimaga bo'lmasa bolalaringizni tarbiya qila olmadingiz, ha? Shuni ayting.
Bolalarimga kuchim yetmaydi. Ularni siz tarbiya qilib berdingiz. Mana ko'rdingizmi? Shuning uchun ham meni ishimga aralashmang. Uzr boy. Meni kechiring, bilmay qoldim. Mana telefoningiz. Xohlagan vaqtingizgacha o'ynang. Umr sizniki. Bo'pti, o'tiring. O'tiring. Men sizni o'zimga yaqin olib hazillashsam, shu arzimagan narsaga arazlab ketasizmi, ha? Men sizdan yaxshi narsalar o'rganamiz deb o'ylagan edim. Qanaqa kitob? Chiroyli ayollarni tuzog'iga tushmasligi haqida tavsiyalar. Boshlandim. Mang, o'qing. Juda ham zo'r kitob. Menga juda ham yoqdi. Ko'rdingmi? Mana o'qib turgan itni unga indamadi. Men hozir urib o'ldirsa kerak deb o'ylagandim. Agar biz shunaqa qilganimizda bormi? O'ldirib qo'ygan bo'lardi. Menimcha rostdan ham bundan nimanidir o'rganmoqchi. Nimani ham o'rganardi? Qo'llaydigan uslublarni o'rganyapti-da. Qanday ishlatadi? Tushunarli. Menimcha endi bu Pishilamalaring. Menga o'sha boylarning ro'yxati kerak. Senda bormi? Qo'rqma. Pulini beraman. Pulini to'lasang, kim qayerda ishlaydi, qayerda yashaydi, nima ish bilan shug'ullanadi, qayerdan ularni topsang bo'ladi. Hammasini aytaman. Suyak yemirishi degan dard bor ekan. u yomon kasal opa. Kasalli yaxshi yomoni bormi? Hammasi bir go'r. Ish qilib keliningiz qarayaptimi? Oyim bitta gapirganlarda oldilariga borgan. Qo'limda bola. Lekin shunga qaramasdan harakat qilyapman ham unga ham bunga. Boya kelishgandik shekilli. Kelishgandik. Men senga sir asrorimni, hunarimni o'rgatish uchun kelishdik. Ma'lumotni yetkazish haqida gaplashmadik. Еще она постоянно соседке жалуется на меня, наговаривает. Думает, я это все не понимаю. Я же это прекрасно все знаю. Я тебе говорила, не возвращайся в этот дом. İşte men Jahongir nima gap? Sodiq Turg'unovich, ertaga sud ekan.
इतना बड़का हेलो भाई हेलो बोलो 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 तो इधर वो हमारे साथ पहले लोकेशन बोला धूम चला वाला गाड़ी चला रहे मेरे को हेलो भाई हेलो बच जा गाड़ी छोड़ दे भाई आज ग्राउंड मारेंगे नाम का कॉल करते I'm recalling a teammate. Thanks. Watch out! Watch out! Watch out! Don't give up. Your teammates can still recall you. I'm recalling a teammate. Thanks. Help! Watch out! Watch out! उधर देख Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Help! Watch out! Watch out! Watch out! उधर देख
Please recall me. I'm recalling a teammate. Watch Thanks. Awesome. 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 Help! Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. Mates. Awesome. 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 Awesome.
Awesome. Awesome. Marked a location. Help! Watch out! डाल यार बम्मा देखो ठीक है Awesome. Awesome. This is a simulation game set in a virtual world. I got and the does not Hawkeye represent medal. real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Let's fight together. Let's I made fight the top together. 3 just now.
Watch out! Awesome. Awesome. उधर देख Awesome. Awesome. उधर देख आगे खतरा बा Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. हमरा पास सप्लाईज बा Watch out. Watch out. Mark the location. उधर देख Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Help. आगे खतरा बा Awesome. I'm recalling a teammate.
Thanks. Marked a location. Help! Help! Watch out! Watch out! Don't give up. Your teammates can still recall you. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Good luck, mates. It is showtime! Let's fight together. Let's fight together. गोली खत्म हो गई। गोली चाहिए। बच जाओ। ए बाबू ज्यादा हिल मत। पर मुझसे नहीं। अरे एकदम गर्दा उड़ा देले बड़ा, मजा आ गई। जोन में जाओ, छुप के रहिया, ज्यादा लिबिर लिबिर मत करिया। I need attachments. कमरा में आवा। हम भीतर जाता नहीं। से बच जाओगे। आगे खतरा बा। पर मुझसे नहीं।
Watch out! Awesome. Help! Watch out! Awesome. Awesome. Thanks. Help! Thanks. Awesome. Watch out! 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 Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. उधर देख। Help!
Watch out! I'm recalling a teammate. Thanks. Watch out! Watch out! उधर देख उधर देख Help! Watch out! Watch out! Help! Watch out! Watch out! Awesome. Please recall me. Awesome. Thanks. आगे खतरा बा Watch out! Awesome. Thanks. Barcodes on the road. Awesome. Watch out! Thanks. Watch out! Awesome. Thanks. Help! Watch out! Awesome. Thanks.
Help! 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 Awesome. Thanks. Help! 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 Awesome. Thanks. Help! 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 Help!
Awesome. Thanks. भाई हमको मिलेगा तू ही भेजे एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट किया भाई अरे कपड़ा मिलना हो यार क्रिकेट बड़ा अरे यार भी कर लो तो निकाल This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
पूरे हेवी रख लिया $10 दियो $10 अरे हम कौन है रे हमको ये साला कौन है रे चला चल का वो बम फेंक लो भाग रहे जल्दी आ तो